Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda tengsizlikni songa ko'paytirishni o'rganamiz. Xo'sh, demak, birinchi bilganimiz bo'lsin. Xo'sh, 5 katta 3 dan tengsizlikning ikkala qismini 3 ga ko'paytirib yuboramiz. 3 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 15 katta 9 dan bo'lar ekan va tengsizlikning yo'nalishi o'zgarmasdan qolar ekan. Demak, ikkinchisi. Xo'sh, 5 katta 3 dan. Shu tengsizlikning ikkala qismini 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, nima bo'lar ekan? 5 ni 2 ga bo'lamiz. Demak, 2,5, 3 ni 2 ga bo'lamiz, 1,5 va tengsizlikning yo'nalishi o'zgarmasdan qolar ekan. Demak, uchinchisi 5 katta 3 dan. Tengsizlikning ikkala qismiga ma'lum bir sonni, masalan 4 ni qo'shib yuboramiz. 4 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, demak 5 ga 4 qo'shiladi 9 katta 7 dan. Tengsizlikning yo'nalishi o'zgarmas ekan. Demak, to'rtinchisi tengsizlikni demak 5 katta 3 bo'ladigan bo'lsa, tengsizlikning ikkala qismidan 2 ni ayirib yuboramiz. 2 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, 5 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, demak 3 bo'ladi. 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, xo'sh, demak 1 qolar ekan va tengsizlikning yo'nalishi o'zgarmas ekan. Va eng asosiy tushunchamiz, demak 5-chi bo'lsin. Xo'sh, 5 katta 3 dan tengsizlikning ikkala qismini manfiy songa ko'paytirib yuborsak, masalan -2 ga ko'paytirib yuborsak, bizda nima hosil bo'ladi? Demak, -10 hosil bo'ladi va -6 hosil bo'ladi. Va -6 -10 dan katta bo'lar ekan. Va tengsizlikning ikkala qismi manfiy songa ko'paytirilganda yo'nalishi o'zgarib ketar ekan. 6-chi 5 katta 3 dan tengsizlikning ikkala qismini -2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? -2,5 va -1,5 hosil bo'lar ekan. Demak, -1,5 bundan katta bo'lar ekan va tengsizlikning ikkala qismi manfiy songa bo'lib yuborilganda yo'nalishi o'zgarar ekan. Mana shunaqangi misollarning yechilish usullari, yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.